Salom barchaga, bugun sizlarga Eva kompaniyasining eng to'poldi mahsulotlaridan biri bo'lgan IQ Buster mahsuloti haqida qisqacha gapirib berishga harakat qilaman. Boost your brain, demak miyangni, aqlingni kuchaytir degan ma'noda tarjima qilinadi ekan. Avvalo dizayniga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'rinishiga gap yo'q. Mana shu qutini ichida har biri 8 grammdan iborat bo'lgan 20 ta stik ko'rinishda bo'ladi. Kukun ko'rinishda. Ushbu mahsulotimizni yosh boladan tortib kattalargacha bemalol tavsiya qilsak bo'ladi. Katalogda ham eng yuqori ball beradigan mahsulotlardan biri bo'lib hisoblanib, 13.5 ballni tashkil qiladi. IQ Buster yejovnik taroqli qo'ziqorin kukunidan tayyorlangan bo'lib, ushbu qo'ziqorin asab hujayralarining o'sishiga yordam berar ekan. Aqliy faollikni oshirishda, xotirani mustahkamlashda, aqliy qobiliyatni kuchaytirishda, diqqatni jamlashda, miya ishlash qobiliyatini oshirishda, miya erta qarishini hamda stresslar oqibatlaridan himoya qilishda qo'llaniladigan mahsulotimiz bo'lib hisoblanadi. Demak, ushbu mahsulotimizni bir kunda bir marta xona haroratida turgan 200-250 millilitr suvda bir xil massa hosil bo'lgunicha aralashtirib, kokteyl ko'rinishda bo'lguncha aralashtiriladi va tanovul qilinadi. Qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Emiziklilarga hamda homiladorlarga tavsiya qilmaymiz. Eng muhimi shakarsiz hamda qo'shimcha zararli yog'larsiz bo'lib hisoblanadi. Ushbu mahsulotimiz barchaga maroqli va barakali xaridlar tilab, sizlar bilan Zebunisa Rasulova bo'ldi. Rahmat hammaga.